Siz mana bu anjomning nomini bilasizmi? Nima uchun ishlatilishini-chi? Agar to'g'ri topsangiz sovg'alarimiz bor. Albatta Onyx qurilish loyihasidan. Qani ketdik. Qo'limdagi anjom nomi nima? Nima nomi? Nima topdilar, yordam beryaptilar. Keling, siz ham keling. Shpatel? Nima uchun ishlatiladi? Ano, devorga oqsurishadi. Shunaqa. O'shanga. Bo'ldi, mana shu sovg'a sizga. Tan nomi nima ekan? Shpatel. Nima uchun ishlatilar ekan? Devor oqlashga. Rahmat. Sog' bo'ling. Oddiy savol, qiyin emas savol. Qo'limdagi nima? Ochverka? Nima uchun ishlatiladi? Aynan mixlarni chiqarish yoki uni qotirish uchun. Mixlarni chiqarish yoki uni qotirish uchun to'g'ri topdingiz. Mana shu Onyx qurilish loyihamizdan sovg'a sizga. Xursand bo'ldingizmi? Ha. Doim xursand bo'lavering. Sog' bo'ling. Rahmat. Barchaga. Nimaligini bilasizlarmi? Маршрут перестроен. Qo'limdagi nima? Men bilar ekansiz, shu savol edi, bo'ldi. Nima uchun ishlatiladi? Bumi? Remont и biron burash yo'q, qotirish. Uy ishlari uchun ishlatiladi. Bo'ldi. Mana shu Onyx qurilish loyihasidan sovg'a sizga. Oddiy savol edi, qiyin emas. Bundagi narsa nima? Nomini hech kim bilmayapti. Shpatel. Shpatel to'g'ri topdingiz. Nimaga ishlatiladi? Nimaga? Andavaga. Sizga Rahmat. sovg'amiz. Sog' bo'ling. To'g'ri topdingiz. Qo'limdagi nima? Oddiy savol, nimaligini aytsangiz. Bolgarkan toshi. Bo'ldi, oddiy. Mana ikki o'ylaga sovg'a. Sizga Onyx turar joy loyihasidan, bunisi qizalog'ingizga. Mana shu qo'limdagi nimaligini topishingiz kerak. Manimi? Ha, nima shu? Bu ustalar unga tiqadi-ku, nima edi? Nima edi? Betonni yoradi-ku. Ha, Shunaqa. nima? Ha, hech kim ko'rmagan paytingizga yordam qilaman, o'qib oling. Xo'p, hozir harakat qilyaptilar javobni topishga, lekin qachon topadilar bilmayman. Nima ekan? Der. Mana yozilgan. O'zi mana shuni o'qing bo'ldi. A few moments later. Nima ekan? Yo'q, bilmayman. Nima o'qing mana shuni bo'ldi, o'qing. Bir. Mana sovg'a. Onyx turar joy loyihamizdan sovg'a sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Sog' bo'ling.